qizim meni urishadi desam ishonasizlarmi? Ha, o'zi raqsga tushishi uchun meni urishib berdi. Iltimos oyijon, qo'shiqni qo'shiqchi o'qisin, mazza qilib o'ynab qoling deb. Mana o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Savrulur saçlarında hayatım. Seni sorsunlar ben. Va mana senga deb qo'shiqni stop qilsam, dadam ketib beraman deb yana meni urishni boshladi. Nimamish? Dadasiga aytib berarmish. Keyin ha bo'pti, dadangga aytib berma, qo'shig'ingni qo'yib beraman deb. Qo'shig'ini qo'yib beraman desam, qizim yig'lashga tayyorgarlik ko'ryapti. Bo'pti deb yana qo'shig'ini qo'yib berdim. Shunaqa qilib nimaga e'tibor berdim? Qizim ancha e'tiborli, diqqatini tortgan narsa. O'ynagisi yoki kuylagisi yoki yana raqsga tushgisi keladi. Sizlarchi qanaqa? Sizlardan albatta bitta like va bitta komment kutib qolamiz. Всем пока.